Menejerlik sertifikati sabab ishdan bo'shagan, keyin esa sud qarori bilan o'z lavozimiga qayta tiklangan sobiq bog'cha mudiralarining biri Gullola Parmonova qo'rqmaysizmi podkastimizda chiqib jarayonlar haqida aytib bergandan xabaringiz bor. Bugun esa o'sha murojaatlar yana ko'payib, yana murojaatchilarning soni oshib boryapti. Demak, biz qo'rqmaysizmi podkastining navbatdagi sonida aynan menejerlik sertifikati bilan ishdan bo'shatilib, keyinchalik o'zini ishiga tiklagan mudiralarni chaqirganmiz va biz bugun ularni ishga tiklangandan keyingi voqealar haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalo studiyamizga xush kelibsizlar va bevosita yana bir bor o'sha sertifikat mojarosi haqida va undan keyingi bo'lgan va bizgacha kelayotgan masalalar haqida to'xtalmoqchimiz. Mana adolat bor ekan, Allohga shukr, adolat qaror topdi. Odil sudimiz o'sha biz noqonuniy bo'shatilgan ekanligimizni bir bora isbotlab joyimizga tikladi, lekin nima desam endi xursandchiligimiz uzoq davom etmadi. 22-kuni kechga taraf biz buyrug'imizni qo'limizga olganmiz. 23-kuni ertalab o'sha bog'chaga bordik. Birinchi bizga Garanodan aytildiki, sizni maxsus xodim olib borib qo'yadi deb. Chunki mana men ketgandan keyin qo'yilgan o'sha o'rinbosarga ham maxsus vakil kelgan, Garanodan Adilqadr kelgan. O'rnimga o'tirgan qizni qo'yishda ham kelib qo'yib ketishgan. Endi sababi aytilgan, masalan, bizga unaqa bo'lmadi. Ha, mayli, biz o'zimiz ishlab yurgan bog'chamiz u. Ikkinchi uyimiz desak ham bo'ladi. O'zimiz bordik. Birinchi soat 10 gacha men kutib turdim. Garanoga telefon qilganimdan keyin o'zingiz boraverar ekansiz degandan keyin bordim. Chunki o'sha yerga men o'zim hattoki borishga qo'rqib qoldim. To'g'ri, o'sha yerga meni qanday desam, mehnatim singan. Lekin borishga qo'rqdim o'sha yerga, to'g'risi. Chunki kelsa oyog'ini urib sindir, ko'tiga tepib hayda, 102 qil degan gaplar qulog'imga kelgan. Orqamizdan shunaqa bo'xtonlar bo'ldi, shantajlar bo'ldi, tuhmatlar tashkil qilindi. Shuning uchun o'sha yerga borishga men to'g'risi qo'rqdim-da. Shunday mayli, qo'limda buyrug'im endi soat 10larda bordim. Hay jamoada endi hammani majburlab o'zingizni yaxshi ko'rsatib bo'lmaydi-ku. Kimdir quvandi, kimdir xafa bo'ldi. Hali men borib bog'chaga kirib ulgurganim yo'q. Soat 10:30 bo'lmasdan Garanodan o'sha kadrlar bo'limi Eshmatov Ramiz telefon qilyapti. Sizni bo'limga chaqiryapti. Nima gap? Hali men endi keldim. Men hali priyomda chiqilishim kerak. Desam, sizni kiruvni revizori chaqiryapti. Nima sababdan chaqiryapti? Siz bir joylarga murojaat qilgan ekansiz. Murojaatingizda o'sha murojaatchilar meni ishtirokimda o'rganib chiqilsin degan so'zi bor ekan. Bilaman, tegishli tashkilotlarga murojaat qilgan edim. Bir necha marotaba o'sha bu hali jarayonlar boshlanmasdanoq men murojaat qilib boshlaganman. O'sha noqonuniy holatlar haqida o'sha 30-martdan boshlaganmiz. Mana shu bu kishi ham qo'shilgan, 4 kishi shu biz aynan murojaatchilarga nisbatan shu narsalar bo'ldi. Kim aytdi, men priyomda chiqilaman, keyin boraman dedim. Oradan 10 minut o'tmayapti, o'sha bo'limda bosh hisobchi Javlon aka telefon qilyapti. Kelmasangiz bo'lmaydi. Keyin aytdim, men hozir bora olmayman. Men tashkilot hujjatlari, narsalarni qabul qilib olishim kerak. Qo'limda buyrug'im bor. Siz dedi, topshirib ketayotganingizda dedi, nima protokol qiluvdingizmi? Protokol qilyapman men dedim. Men qanday protokol qilayin dedim. Sizlar dedim, kirmasin, chiqmasin deb o'zim hattoki bitta varaq olib chiqib ketmaganman. O'sha xonamda hattoki shaxsiy buyumlarimni olib ketmaganman. Hamma narsa qanday bo'lgan bo'lsa shunday qolgan. Buni isbotlovchi rasm ham bor, chunki Eshmatov Ramiz kelib kabinetda rasmga tushirib ketgan. Bora olmayman men dedim. Bora olmadim. O'sha hisob-kitoblarni qildik, shu ayrim hujjatlar yo'qolgan. Maxsus komissiya tuzdik. Komissiya a'zolari bilan birgalikda sanoqdan o'tkazib chiqildi narsalar, hujjatlar ko'rildi, qabul qilindi, dalolatnoma tuzildi. O'sha dalolatnoma tuzayotgan jarayonda
mana shu meni o'rnimga kelgan Muhammadovani 16-iyunda qo'yib ketishgan bo'lsa, o'sha kuzatuv kengashida ishtirok etgan ota-onalarni roziligi bilan qo'yilgan deyildi. Chunki kuzatuv kengashidan o'tmasa, mana shu direktorlikka nomzodligini qo'ygan har bir shaxs o'sha boshqarmadan o'tadigan direktorlar kengashiga bora olmaydi. Mana shu nomzodini Arkusdan qo'ygandan keyin eng birinchi kuzatuv kengashidan o'tish kerak edi. O'sha kuzatuv kengash soxta bo'lganligi haqida menda ma'lumotlar bor. Chunki kuzatuv kengashida o'sha kuzatuv kengashi a'zolari o'sha 12 ta guruhda ota-onalar bo'lish kerak. O'sha ota-onalar bu narsadan xabari yo'q. Ya'ni siz o'shani aniqlagansiz. Aniqlaganman. Lekin men bo'limdan bir necha marotaba o'sha kuzatuv kengashining bayonnomasini mutasaddilardan so'rab ko'rdim. Ular menga taqdim qilishmadi. Men ham o'rganib, ko'rib chiqishmoqchi edim. Hozir bog'chada ham o'sha kuzatuv kengashining izi yo'q. Endi bizda bitta odat borda, yangi rahbar kelsa birdan nima deydi, lagan bordorlik qilamiz, boshqa qilamiz. Sizlar 1,5 oy ishlamadingiz. 4-maydan ishlamadim. Ha, 1,5 oy. 70 kun ishlamadim. 70 kun, tash 2 oy ishlamadingiz. Endi sizgacha yangi rahbar 2 oy bo'lsa ham ishlatdi va o'rtada yana siz endi qaysidir ma'noda yangi rahbar sifatida kelasiz. Qanaqa podxod bo'ldi borganlaringizdan keyin? Qanday kutib olishdi jamoa? Jamoa xursand bo'lib kutib oldi. Jamoada shu paytgacha jamoada shu vaqtgacha masalan hech qachon bo'linish bo'lmaganda, hech qachon bo'linish bo'lmagan. Masalan, to'yimiz, ma'rakamiz, yaxshi yomon kunlarimiz birga bo'lgan. Lekin yangi xodim kelgandan keyin bosimlar ostiga mana shunaqangi bo'lganki, o'sha men ishlagan davrimda yonimda u yerda masalan men ajratmaganman. Kimlardir yaqinroq bo'lgan-ku. Masalan, kimlardir ish faoliyati yaxshiroq bo'lgan, kimlar bilandir gapim chiqishgan bo'lishi mumkin. Biz ham inson-ku, to'g'rimi? Kim bilandir sirimiz bitta bo'lgan. Aynan o'sha odamlarga nisbatan bosim bo'lgan. Aynan o'sha odamlarga nisbatan bosim bo'lgan, seni ishdan olaman. Xuddi bu kishidagidek holat men 4-da ketyapman, 21-may sanasida o'sha bo'limdan 3 nafar xodim kelib xizmat tekshiruvi o'tkazyapti. Masalan, asoslovchi hujjatini nima uchun xodim men ishdan ketgan bo'lsam ham meni taklif qilish mumkin emasmidi? Men jinoyatchi emasman-ku, yo jinoyatchimanmi? Nega bunchalik aynan sizlarni siz rahbarlik qilayotgan bog'chalarga qo'pol qilib aytganda yopishib olyapti? Qayerdadir kimnidir dumini bosib qo'yganmiz. Balki shunday bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Chunki bu tizimda biz endi faoliyat yuritganimizdan keyin bilamiz. Ko'p yillardan beri ishlaymiz. Hozirgi davrgacha bo'lgan rahbarlarni ham ko'rganmiz. Hozirgi davrda rahbarni ham ko'ryapmiz. Murojaatlar qilganmiz, tegishli tashkilotlarga ariza berganmiz, shikoyat qilganmiz, haqqimizni talab qilganmiz. Mana shu narsalarning boshlanishiga sabab o'zi aslida o'sha 4 kishi bo'lib biz Samarqand viloyat prokuraturasiga mana shu nohaqliklar haqida murojaat qilgan edik. Nafaqat bizga bo'layotgan bosim o'sha bog'chalarga ayrim tovar moddiy boyliklarning vaqtiga yetib kelmayotganligi, yetib kelayotganlari ham sifatlari pastligi haqida murojaat qilganmiz. O'shandan boshlandi-da, endi hammasi o'shandan boshlandi. Lekin murojaatlarimiz ko'rilmadi, bizga umuman javob xatlari berilmadi. Bu kishiga, menga ham, 117 ga ham. Bir ayanchli voqeani eshitdim kecha. Faqat siz bilan gaplashishga imkon bo'lmadi. Bizning maqsadimiz bolalarni tarbiyalash. Bolalarga o'sha kelajagimiz avlodlar egalariga yaxshi bilim berish, yaxshi tarbiya berish. Lekin aynan hozirgi murojaat bo'yicha endi o'zingizga aytmadim. Menga bir insider xabar berib qoldi. Kecha sizning bog'changizda bola yo'qolgan degan gap eshitib qoldim. Buni qanday izohlaysiz? Aynan birinchi 3 kuningizda bolani birdan tasodifan yo'q bo'lib qolishi bu nazarimda xuddi uyushtirilganday, qaysidir ma'noda razil niyatini bola orqali qilmoqchi bo'lganday tuyulmayaptimi? Shu voqeani bir o'zingiz bir aytib bersangiz. O'zim ham shokdaman. Mana shuncha yil ishlagan bo'lsam, biror marta shunaqa holat bo'lmagan.
Endi biz kecha 23-kuni ishga kirgan bo'lsak, 24-kundan o'zi rasmiy hujjatlari rasmiy o'zimizni nomimizga olishimiz kerak edi. Ertalabdan o'sha yagona darchaga bordim, maxsus kalitlarni oldim. Keyin o'sha 4-mayda men ketganimdan keyin mehnat bandlikdan nimalarimiz yopilib qolgan ekan, o'sha bandlikka bordim. Shu yerda endi kech bo'lib qoldi, juda ham odam ko'p ekan. Kutib turgan paytimda shu bog'chadan qo'ng'iroq bo'ldi menga. Bola yo'qolgan deb. Qanaqa bola yo'qoldi? Nimaga yo'qoladi? Nega men bilmayman, qachon yo'qolgan? Deyapman-da endi. Keyin ancha bo'ldi dedi. Qancha ancha? 1 soat bo'ldimi, 2 soat bo'ldimi? Men masalan o'sha ketayotgan paytimda soat 1 da chiqib ketayotgan bo'lsam, chiqib ketayotgan paytim shu hozirgi kunda psixolog bo'lib ishlaydigan Muhammatovaga tayinlab ketdim. Men ketyapman, hujjatlarni nomiga rasmiylashtirishim kerak, qarab turing dedim. Endi bilmayman u kishi qachon ketgan, qachon qo'ygan. Ketgan, bola yo'qolgan. Haqiqatan bola yo'qolgan. Tarbiyachiga boshqa tarbiyachi telefon qilyapti. O'sha guruh tarbiyachisi telefon qilmayapti, boshqa qiz telefon qilyapti. Bir tarbiyachiga desam, hattoki men bilan gaplashmayapti. Chunki u tarafda bo'lib turibdi-da, u qizim. Tarafda bo'lib turibdi. "Ber, men rahbarman, men bilishim kerak" deb baqirganimdan keyin, "Ha, bilmayman" dedi, chiqib ketgan. "Qanday bilmaysan sen?" deyapman. "Qanday bilmaysan?" Chiqib ketgan, bola chiqib ketgan. Keyin kim bor dedim. Onasi bilan ayasi kelgan dedi. "Ber, ayasiga telefon" dedim. Ayasiga telefon qildim, aytdim, "Men hozir shahardaman, yarim soatda yetib boraman. 102 qilinglar" deyapman-da, endi u birovni bolasi u. Birovni bolasi 102 qilinglar dedim. Keyin ota-onasi 102 qilgan, endi shu vaqt endi men holatimni tasavvur qila olmaysiz-da endi. Buni endi qasddan ham deya olmayman, birovga tuhmat ham qila olmayman. Lekin nega shuncha faoliyatim davomida shunaqa holat bo'lmagan-ku axir? Nimaga shunday? Birinchi ishga kelgan kunimdan nimaga bu shunday? Nima deb tushunishim mumkin men? Umuman aniqlashga harakat qilyapsizmi? Aniqlashga harakat qilyapman. Bola qayerdan topildi? Tegishli nimalarga murojaat qildik. O'sha madaniyat mahallasi uchastka inspektoriga bordik. Ota-onasi bilan ham keyin ko'rdim. Bolachani shu madaniyat mahallasini oldiga bilmayman qanday borib qolgan. Shu yerdan olib. Taxminan qancha masofa bog'cha bilan mahallaning o'rtasida? Orasi yaqin juda ham. O'sha inspektor va'da berdilar. Bugun kuzatuv kameralarini ko'rib beraman dedilar. Kuzatuv kameralaridan ma'lum bo'ladi-da, endi qanday borib qolgan, u qanday chiqib ketgan u bola. Agar haqiqatdan ham bu uyushtirilib, ataylab o'sha qaysidir rahbar deylik, to'g'ridan to'g'ri baribir sizni faoliyatingiz bilan bu rahbarni ishdan olish yoki unga qanaqadir ayblov qilish maqsadida bolani mana bunaqangi holatda uyushtirilgan holatda boladan foydalanishi, menimcha shu ish isbotlansa bu ablonani ham, garonani ham rahbarini umuman ta'limdan uzoq qilib tashlash kerak. Meni fikrim shu. Shunday. Buni sharoit yaratib beryapti shu ishlar. Buni hozir bir jamoatchilikka aytib, o'sha atrofdagi masalan kuzatuv kameralari bor, boshqa bor. Kimdir vijdoni uyg'onib, mana bunaqa qilgandik deb balkim aytadigan haligi bordi. Mana qanchadan beri muammo bo'lib turibdi, rahbar qo'yish, rahbar tayinlash. Agar mansab uchun, vakolat uchun mana shunaqangi qo'pol qilib aytganda pastkashlikka boryapti ekanman. Demak, bu viloyatda ta'lim tizimini, ta'lim bilan bog'liq jarayonni qattiq bir nazoratga olmasa, qattiq bir nima deydi, kuch bilan bir iziga qo'ymasa, oxiri yaxshi oqibatlarga olib kelmaydigan darajaga qarab ketib boryapti-da. Sizlar nima deysizlar mana shu fikrga? Endi men nima deb aytishga ham hattoki shokdaman. O'sha men yetib borgunimcha endi Alloh biladi mendan nima o'tganini. Chunki u odamlar bolasini bizga omonat qilib berib ketgan. To'g'rimi? U ota-onaning o'rniga meni ham nevaralarim bor, farzandlarim bor. U ota-ona ming o'lib, ming tirildi-da endi. Bilmayman nima sababdan bunday bo'ldi. Lekin birovga tuhmat ham qilmoqchi emasman. Ko'zim bilan ko'rganim yo'q. Lekin o'sha madaniyat mahallasining inspektori bugun ko'rib beraman dedilar. Kameralarni ko'rib beraman dedilar. Endi ko'rib bersalar aniqlik kiritiladi. Endi
Menimcha bolalardan bunaqangi yo'llar bilan foydalanish bu inson bo'lmaslik kerak buning uchun. Inson bo'lmaslik kerak. Nima uchun? Sababi nima? Masalan, men bilan bu kishi bilan yana bir bog'chamiz mudirasi bor. U kishiga ham xuddi shunaqa bosimlar bo'lyapti. Sababi nima? Ishlayotganimiz uchunmi? Nima uchun o'sha Garano biz bilan shunchalik qaslashadi? Sababi nima? Nimaga? Nima aybimiz bor? Shu aybimiz o'sha tegishli tashkilotlarga murojaat qilganimizmi? Necha yildan beri ishlaymiz biz qo'limizga o'sha xarajatlar smetasi degan narsani ko'rmaymiz. O'sha smetada nima yozilgan, nima olishim kerak, nima qo'yishim kerak, shuni men haqqoniy talab qilishim kerak bo'lgan narsani talab qilganimmi? Aybim? Ayblaringiz ularda aybini ochayotganlaringiz bo'lsa kerak. Jimgina ishlab yurganlar ishlab yuribdi-ku, mana hech narsa qilgani yo'q. Mana oddiy holat bilan aytay. Men shuni murojaat qilib aytdim. Xohlasangiz telefonda rasmlari ham turibdi. Bog'chani mana shu 81-bog'chada podval qismi yo'q. Podval qismidan o'sha boyagi axlat suvlar o'tadigan trubalar o'tgan. Trubalar, kanalizatsiya quvurlari o'tgan, o'sha ma'lum muddat o'tgandan keyin chirigan, eskirgan. Bu juda katta muammo bo'lgan. Bundan 2 yil ilgari juda katta muammo bo'lgan. O'sha paytlar ham o'sha yozishmalar bo'ldi. Ota-onalarning bosimi bilan Garanodan pul ajratildi. Garanodan pul ajratildi. O'sha hovli tashqari qismidagi turba bilan podvalning tagidagi turba almashtirilishi kerak edi. Almashtirilishi kerak edi. To'g'ri, almashtirildi. Masalan, bog'chani territoriyasi 200 metr bo'lsa, 200 metr turbani o'rniga 40 mi, 50 mi metr, endi hozir esimda yo'q, turba qo'yilgan. Qolgan joyga turba almashtirilmagan. O'sha ekskavator bilan bunday usti tirnab qo'yilgan, tamom. Kanalizatsionda turba almashmadi. O'sha nimadagi turba ham almashmadi. Mening murojaatim shu bo'ldiki, o'sha axlat suvlar to'planib qo'lansa hid chiqyapti. Ikkita guruhda qo'lansa hid chiqadi. Pashshalar bosib ketdi. Ota-onalar shikoyat qildi. Endi hamma ham bolasini sog'lom, toza joyga olib kelishni xohlaydi. Shu narsa takrorlandi. Nega shu butunlay almashmadi deb murojaat qildim. Rasm tashladim. O'sha ekspluatatsiya bo'limiga murojaat qildim. Hammasini boshlanishi shundan boshlandi. Uning smeta dokumentlari bormi? Smeta dokumentlarida Necha metr truba ko'rsatilganda? Smeta dokumentlari ular qo'liga mamcha qilib ko'tarib keldi. Men 30-mart kuni o'sha tegishli tashkilotlarga murojaat qilganimdan keyin aprel oyida edim. Otpuskada paytimiz zavxozimiz chaqirdi, keldim. Unda ham kelgan, bo'limda maxsus o'sha Azamat aka bilan Jamshid kelgan. Qo'lida qog'oz turibdi. Haqiqatan zavxozimda imzosi pechat turibdi. 7 million pul chiqqan. 7 million deb turibdi-da endi. Endi balki 7 milliondir, balki ko'proqdir. Endi uni bilmayman. O'sha 7 million bilan shu muammo hal bo'linmagan. Men undan keyin ham o'zim shaxsiy mablag'imdan shu bog'chani, shu podvalidan 10-15 moshillab axlat oldirganman. Endi unaqa bo'lmaydi-da, endi unaqa bo'lmaydi. Hozir endi mana ketganimizdan keyin nima deb tushunay? Nima deb tushunishga ham bilmayman. Men yanvar oyidan beri boyagi muzda toyinib oyog'im jarohatlanib qoldi. Yanvar oyidan beri menda bo'lganman. Balnishnida bo'lganman. Balnishnidan keyin 4-mayga qadar ta'tilda bo'lganman. 4-mayda ishga kelyapman. 4-may bilan men bilan shartnoma bekor qilinyapti, lekin men ketganimdan keyin 21-kuni bo'limdan xodimlar kelyapti. Xodimlarimizga bosim qilib bo'ldi. Kelmaydi, 50 ga 50 kela olmaydi, kelgan taqdirda ham ishlatishga qo'ymaydi deb o'sha bosim ostida har bir bilan mamda yozasan deb yozdirib olishyapti. Va amalda o'sha ishlarni qilyapti. Amalda ishlarni qilyapti. Hozirgi kunda mana shu bitta o'shalarda xizmat tekshiruvi bilan bizga nisbatan hozir ish ochiladi ekan. Bu nima? Bu hozir endi uzun quloq gaplar, endi men to'g'risi uni u kishini o'zini shaxsan Garano mudirining og'zidan eshitganim yo'q, lekin men bularni jinoyatchi qilib ishdan bo'shatib yuboraman degan gaplar. Bu nima degan gap? Nima Garano mudiri shunchalar nima deyni? Firavn deymi? Nima deyni endi? Kim deymi u kishini? Shaharda egasi yo'qmi? Nimaga bizni dodimizni nimaga hech kim eshitmaydi? 2 marotalab, 3 marotaba murojaat qilyapman. Nega bizda hech kim eshitmaydi? Nimaga?
Nimaga eshitmaydi? Men ham shu O'zbekiston Respublikasi fuqarosiman axir. O'sha bog'cha tizimida enagalikdan boshlab ishlab kelyapman. Aybim nima men? Yoshligimda, bilimimni shu nimaga sarflaganimmi yoki bolalarimni halol boqqanimmi? Aybim nima? Nega egasi yo'q bu? Nima uchun hamma narsa Zaynakaga mumkin? Nima uchun? Obro'sizlantirish mumkinmi? Misqollab yiqqanman men bu obro'yimni. Misqollab yiqqanman. O'sha mahalladan so'rasin, ota-onadan so'rasin, jamoatchilikdan so'rasin. Men misqollab yiqqanman obro'yimni. Nimaga meni obro'sizlantirishga harakat qiladi? Nima uchun menga bosim qiladi? Nima uchun qasdlashadi? Nahotki onasi yo'qmi, qizi yo'qmi, xotini yo'qmi? Men ham kimnidir onasiman, kimdir qiziman. So'kingan gaplarigacha hattoki yetib keldi. 81 ga kirgan onam bor. Uyat emasmi rahbarga? Bir o'sha payti jahl bilan onamni o'sha garanolarga olib bormoqchi bo'ldim-da mana. Uka, mana sizni onangizga nisbatan shunaqa aytilsa, siz chidab turarmidingiz? Meni ham ikkita uchta ukalarim bor. 81 ga kirgan onamga haqorat gaplar. Nima degan gap bu? Ishlatmayman, sharmandasini chiqaraman, ko'timga tepadi ekan. Ya astag'firulloh. Alloh aziz qilgandi, bandasi xor qila olmaydi ukajon. Nima uchun mana shahar hokimidan ham so'rab ko'raman. Mana shahar prokuraturasi bor. Nimaga meni murojaatim ko'rilmaydi? Nimaga bu kishining murojaati ko'rilmaydi? Nimaga ko'rilmaydi bizning murojaatlarimiz? Nima uchun bizning murojaatlarimiz ko'rilmaydi? Ikki varaq tuhmat bilan tekshiruv o'tkazyapti. Nimaga? Sababi nima? O'zim shahar yoki viloyat hokimiga aynan mana shu aytgan masalalaringiz bo'yicha bir uchrashuv, sayyor qabulga kirib harakat qilib ko'rdingizmi? Lekin aybim men hech hokimiyat vakillariga murojaat qilganim yo'q, lekin mana shu viloyat prokuraturasiga murojaat qildim, lekin natijasini men ko'rmayapman hech qaysini. Yo'q, uni tushundik. Mana hozir podkast olayotgan davrimizda Samarqand shahar hokimi sayyor qabul o'tkazyapti. 54-maktabda. Bundan tashqari viloyat hokimi ham navbati bilan sayyor qabul o'tkazib kelyapti. Qo'lingizdagi hujjatlar bilan, asoslar bilan sayyor qabulga bir harakat qilib ko'rdingizmi? Hokim bilan yuzma-yuz gaplashishga. Yo'q. Hokim bilan mana shu nima deydi? Qo'lingizdagi asoslarni berishga, balki yuzma-yuz gaplashganingizda sizni boshqacharoq balki tinglash anaqasi bo'ladi. Gaplashib ko'rmaganimga ham hamda endi baribir o'ylaysiz-ku. Chunki hech qachon hokimiyat vakillarini o'sha maktab direktorlariga nisbatan, bog'cha direktorlariga nisbatan menimcha nimasi qarashlari to'g'ri bo'lmaganda, ularning nazarida biza faqat Ishchi kuchi. Men kechagi shuga ozgina qo'shimcha qilaman. Kechagi Samarqand shahar hokimi o'sha bog'cha mudiralari bilan o'tkazilgan yig'ilishda menga kelgan ma'lumotlarga ko'ra, go'yoki o'g'ri o'sha katta byudjetni pulni yeyotganday, jig'ildoniga urayotganday nazarda tutilyapti. Lekin aslida hozir hamma narsa markazlashgan. Outsourcingni alohida olaylik, qolgan hamma narsa markazlashgan. O'sha parashogidan tortib kommunalniy to'lovlarigacha hammasini markaziy ish qilinadi. Bular faqat o'sha berilgan narsani tashkilotiga qabul qilib olib ishlatish. Endi savol. Nima uchun bu yerda mudiralar yoki tarbiyachilar o'rtadagi odam qatlam javob berishi kerak? Xo'sh, aytaylik, men mana bu telefonni berdim. Bu telefon sifatsiz telefon. Qabul qilishga majbur. Qabul qilmasa o'sha sifatsizdan ham quruq qoladi. Xo'sh, berayotgan men bo'lsam bu telefonni, qabul qiluvchi bu bo'lsa, javobgar kim bo'lishi kerak degan savol qiynayapti-da. Va o'sha yig'ilishda men juda ham afsus qildim. To'g'ri, shahar hokimiga ham ma'lumotni to'g'ri yetkazib bermagan yoki o'zini yo'nalishiga nima deydi? Yo'lga solgan. Yo'liga solib turib berilgan, lekin bitta
qo'shimcha ota-onalardan qo'shimcha badal pul yig'ilyapti degan iddaolar bo'lganda, lekin bitta narsa, yaxshi mutaxassis ishlab o'tirish uchun hozir 2 million qancha oladi yaxshi tarbiyachi, oliy ma'lumotli tarbiyachi? 3 millionga yaqin oladi. 3 millionga yaqin oylik oladi. Lekin yaxshi mutaxassis hayotda 3 million so'mga O'tirmaydi, ishlamaydi. uzr o'tgan safar aytdim. Salkam 10-12 soat vaqtini 10,5 soat. Vaqt mayli, qancha asabi ketadi. bu asabni hisoblang 12 soat vaqtini 3,5 million so'mga ana qiladi. Lekin o'sha 3,5 million 3 million deylik, 3 millionni kunlik 24 ga bo'lsangiz 100 qanchadan tushar ekanda, yaqinda hisoblarimda. Lekin ko'chada ishlayotgan, mehnat qilib, 3 mahal ovqatini yeyotgan, vaqtincha ish bilan ishlayotgan odamlar ham hozir 300 mingga ishlaydi. Nima uchun? Nima uchun? Faqat oylik shaqqi hozir kalkulyatorga ursangiz ham bo'ladi. 180 mingmidi, adashmasam 160 mingmi tushardi-da 24 ga bo'lib hisoblaganimda. Hamma kalta shularga kelib sinadi. To'g'ri. Mana shu masalani, mana shu anaqani hech nima deydi, tagiga yeta olmayapmiz-da. Hokimiyatda ishlaydigan, garonada ishlaydigan 15-20 million oylik oladi. Keling shularni masalan, hozir o'sha kecha yig'ilishdan keyin aytyapman-da, garonani rahbarini bir oy qaysidir bog'chaga bitta 25 ta 33 ta ko'paydi hozir. 30 talik gruppaga bir oy tarbiyachilikka bir chaqiraylik yoki shahar hokimini ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosarini bitta bog'chaga bir oy tarbiya chiqib qo'yaylik, 3 million so'm oylikka ishlasin. O'shani kuzatuv kameraga har kunligini syomka qilaylik, chiqar. Qani bardosh bera oladimikan? Nima uchun faqat o'sha quyi tizimdagi tarbiya berayotgan shu tarbiyachi mudiralarga mana shunaqangi qo'pol qilib aytganda tepada istalgancha o'yin qilyapti. Masalan, to'g'ri, qaysidir bog'cha 20 ming, qaysidir bog'cha 30 ming, qaysidir bog'cha 50 ming to'garak uchun pul yig'ishi mumkin yoki qo'shimcha pul olishi mumkin. Nima uchun oladi? 3 millionga ishlaydigan odam tarbiyachiga 1 million qo'shib 4 million qilib beray, shu yerga qo'yib o'tirsin. Ishlasin, yaxshi kadr. Yaxshi mutaxassis. Nima uchun aynan tekshiruv kelganda, o'rganish kelganda faqat ijrochilarni boshiga kaltak kelyapti. Endi qanday deysiz? Hamisha ham zaif qatlamni jazolash osonroqda. Chunki ular fidoyi. Shu 3 millionlik oyligidan ham ajrab qolmayin deydi. Boshqa joyga ishga joylash qiyin deydi ko'plari. Yoki o'zimizda o'zbekchilik, yuz xotir. Biron joyga borib murojaat qilsa, xo'jayin aytadi, qo'y deydi, akasi aytadi, qo'y deydi. Lekin yoshlarimizda hozir bor. O'sha otilib chiqadiganlari ham bor, ijtimoiy tarmoqda faollari ham bor. Murojaat qilayotganlari ham bor, talab qilayotganlari ham bor. Endi menimcha shu yuvoshroq odamlarni ezish osonroq bo'lsa kerak-da. Aslida o'sha olayotgan 15 ming puli ham Farhod aka, o'sha biz hozir aytyapman, smetadan necha pul qo'yilganini bilmaymiz. Mana oddiy misol sizga aytay, 12 ta guruh bor. O'sha 12 ta guruhda unitazlar bor, to'g'rimi? Rakiminalar bor. Bu yerda 30 ta bola bor. O'ynab ham bosadi uni. Bosadi-da masalan, uyimizda nevaramiz ham bosadi. U buziladimi? Qaysi mablag'dan tuzatiladi u? Qaysi mablag'dan tuzatiladi? Hozir bog'chaning nimasi shkaturkasi tushgan. Men ham masalan davlatdan oylik olaman, savxoz ham davlatdan oylik olaman. U qaysi mablag'dan qilinadi? Rostdan qaysi mablag'dan qilasizlar? Qaysi mablag'dan qilamiz? Mana savol sizga. Qaysi mablag'dan qilamiz? Qaysi mablag'dan qilishimiz kerak? Qaysi mablag'dan qilishimiz kerak? Bog'chan qilib yozasiz, uzr gapingizni bo'ldim. Keyin bu jim o'tirmasaganda, keyin siz bilan shug'ullanasiz. Shug'ullanishni boshlanadi. Bog'chaning territoriyasi juda ham katta. Masalan, mardikor olib kelib ishlatamiz. Mardikor olib kelib ishlatamiz. Bitta men emas. Buni hamma mudir ayta oladi. Mardikor. To'g'rimi Jamila opa? Mardikor olib kelib ishlatamiz. Stop kelib ishlatamiz.
Lekin qaysi mablag'dan qilinishi kerak o'sha? Qaysi mablag'dan? Biz smetani ko'rmasak, nimaga oldin hech bo'lmaganda bitta bog'chaga eng kami 10 million, 15 million ana shu mayda xarajatlar uchun deb pul ajratilardi. Remontingiz uchunmi, boshqa uchunmi? Mana hozir pajarni keladi, jarima qiladi. Sest xodimi keladi, jarima qiladi. Ular o'zi jarima qilaman deb keladi. Senga amaliy yordam beraman, xatongni tuzatishga yordam beraman demaydi. Jarima qilaman deb keladi. Mana hali men kecha kirib kelmadim, pajarni kelyapti, ana ularni 80 mingdan to'ldirish kerak deydi. Men 4 oydan beri oylik olganim yo'q. Qaysi pulga uni 80 mingdan to'ldiraman? Garomaga aytmadingizmi? Aytganim foydasidan men o'zim to'ldiraman-ku. Har yili ham shunday-ku. Ya o'zi umuman bo'lmasa ekspluatatsiya degan bo'lim bor. Va endi markazlashgan bo'ldi-ku. Ekspluatatsiya nima ish qiladi bo'lmasa? Yo, nimaga kerak? Ekspluatatsiya bo'limi uchun ajratilayotgan milliardlab pul bo'lmasa qayerga ketyapti? Endi uni bilmayman, unga qancha pul ajratilishini ham bilmaymiz. Aytyapti-ku, smetani so'rayapti, yo'q, smetani bermayapti. Smetadan emas ko'rsatiladi. Biron narsa buzilib qolsa, o'sha ekspluatatsiyaga murojaat qilsangiz, navbat bilan keladi. Shaharda bog'cha ko'p, maktab ko'p, mutaxassis 2 ta yoki 3 ta ulardi. Qachon vaqti bo'lsa keladi. O'shanda ham kelgan yo'l pulini berishingiz kerak. Keyin mana bu krancha buzilib qoldimi? Shuni sotib olib bersangiz, u kishi o'rnatib, keyin qaytib ketadilar. O'zlari olib kelmaydimi? Yo'q, o'zlari olib kelmaydi. O'zimiz qilamiz uni. O'z sotib, olib kelib qo'liga beramiz. Yozib beradi, mana buni deydi yoki yetalab olib borib, hozayственный magazindan u kishi oladilar, olib kelib qo'yadi keyin. Endi uzoq yillik tajribali rahbar sifatida, ya'ni ikkita davrda ko'rdilaringiz, alohida o'zlaringizni buxgalteriya, zavxoz, alohida hisob-kitoblaringiz bor davrda, markazlashgan davrda ishladingizda, ikki davr ishladingiz. Qaysi biri qulay? Hozir faqat nomiga markazlashgan, lekin xuddi avvalgi davrdagi o'sha ishda o'sha xarajatlarni o'zlaringiz qistalaringizdan qilmayapsizlarmi degan anaqa tug'ilyapti savol. Markazlashganda masalan oldin nima qabul qilsak o'zimiz masalan 10 ta shkaf olyapmizmi, 10 ta ekanligini ko'zimiz bilan ko'rib, o'sha sifatini bilib, fakturani imzolab olganmiz. Saralab, tanlab olganmiz. Hozir masalan narsalar olamiz, lekin masalan meni zavxozimda qo'lida faktura yo'q. Markazlashgan-ku, o'zlari yoqiladi, sizlarga mana olsang ham olasan, olmasang ham olasan deb tashlab ketadi. Biron joyda to'plab turadi, mana shu maktabga yoki mana shu bog'chaga keling deydi. Shu Damas zakaz qilib, pulini o'zi to'lab, zavxoz olib borib, olib keladi. Demak, qaysi sizga ko'proq ma'qulroq? Oldingi alohida buxgalteriya bo'lib turib, alohida hisob-kitob qilib, sifatli narsa olishmi yo hozir markazlashgan bo'lib turib, shu qanday yuk yuborsa, mahsulot yuborsa, o'sha mahsulotni qabul qilib olishmi? Albatta men qabul qilganimdan keyin men o'zim ko'rib olganim ma'qul-da, men bilmayman-ku nima yuboryapti. Men masalan o'zimda bo'lib, o'zim qabul qilganim, masalan o'zimni bog'cham buxgalteri bo'lgandim. Ma'qul-da menga. O'sha buxgalter hamma narsani hisob-kitobini olardi. O'sha buxgalterning savlati bor edi, buxgalterning siyosati bor edi-da. O'sha buxgalterdan hattoki tarbiyachilar ham nima qilardi? Maslahat so'rardi. Badal pulimi, boshqasimi yordam berardi. Hozir ham buxgalteriya yomon emas, yaxshi ishlaydi buxgalteriya. Lekin mana bu tovar moddiy boyliklarga kelganda, pul ajratmalarga kelganda biz bir-birimiz bilmaymiz, tushunmaymiz-da. Umuman mana shu fursatdan foydalanib jamoatchilikka yoki o'ylaymizki, rahbariyat ham bu podkastni ko'rib qolar, rahbariyatga qanday fikrlarda aytmoqchisizlar? Mana davlatimiz tomonidan bog'chalar uchun juda katta sharoitlar yaratib berilyapti. Muhtaram prezidentimiz mana birinchi ishga kelgan kunlardanoq o'sha alohida vazirlik bo'ldi, qamrovlar ko'paydi, bolalarni bog'chalarga jalb qilish ko'paydi. Ota-onalar ham hozir harakat qiladi bolasini bog'chaga berishga. Uyda olib qoladigan ota-ona sanoqli qolgan bo'lishi mumkin, lekin aksariyat ota-ona bolasini bog'chaga borishini, o'sha bilimli bo'lishini, ilmli bo'lishini, jamoani ichida tarbiyalanishini
aksariyat ota-onalar xohlaydi. Bog'chani o'rni bu jamiyatda baribir beqiyos. Demak, shu bog'chani o'rni beqiyos bo'lgandan keyin tarbiyachini ham o'sha bog'chada faoliyat yuritayotgan har bir xodimda ham o'zini o'rni bo'lishi kerak menimcha. O'sha musiqa rahbar deysizmi, ovqat pishiruvchi deysizmi, hattoki qarovul deysizmi, o'zini o'rni bo'lishi kerak. O'zini o'rni bo'lgandan keyin o'sha odamlarni ham shu jamiyatda ozgina hurmati bo'lsa, ozgina mehnatlari qadrlansa, mana sekin-sekin oyliklarimiz oshib kelyapti. Biz juda kichkina oyliklar bilan ishlaganmiz-da. Mana Xudoga shukr, oyliklarimiz oshdi. Endi bundanda yana oshsa balki undanda yaxshi bo'ladi. Lekin mana bu mana bunaqa dog' holatlar bo'lmasa, maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlariga nisbatan bunaqa bosimlar bo'lmasa, Garano degani yakka hokimlikka aylanib qolmasa, bu davlatning menimcha egasi bor, rahbar bor, muhtaram prezidentimiz bor, tegishli tashkilotlar bor. Nega endi aynan shu Garano mudiriga yoqmay qolganligimiz uchun adolatsizlikka uchrashimiz kerak? Nega biz bilan qasdlashish kerak? Biz qanaqa jamiyatda yashayapmiz? Biz qanaqa jamiyatda yashayapmiz? Demokratik jamiyatda yashayapmiz. So'z erkinligi degan narsa bor. Meni endi shu o'zimni fikrimni jamoatchilikka aytganim aybimmi? Nima aybim bor hozir mana menga nisbatan shunaqa bosim bo'lyapti. Nima aybim bor? Men ham kimnidir onasiman, kimnidir sevimli qiziman, opasiman. Kimnidir? Nima uchun meni obro'sizlantiradi? Nima sababdan? Nima uchun aynan Nuriddinovga shunaqa huquqlar berilgan? Nega? O'tgan safargi podkastda meni ham obro' izzat hurmat bilan kuzatsa, men ham nima deydi, hurmat bilan chiqib ketsam, bunaqangi hozirgi holatlar bo'lmasdi degan fikrda aytgandingiz. Va o'shani bilmadim, kimlar eshitdi yo'q, mana tiklandingiz. Agar o'shanda sizni xuddi o'zingiz aytganda hurmat, ehtirom bilan kutib olib va shunday kuzatganda siz menimcha taklifini qabul qilardingiz. Albatta. Endi kelganingizdan keyingi qo'pol qilib aytganda qo'sh tirnoq ichida mush bilan kutib oldi-yu. Endi fikringiz qanday? Endi fikrimmi? Bu jamiyatda o'zimning o'rnim borligini, men ham shu jamiyatga kerakli ekanligimni, men ham o'zimning konstitutsion huquqlarim borligini, pensiya yoshi meni ishlashimga xalaqit bermasligini, hattoki 10 ta yoshdan ham ziyoda qilib ishlab qo'yish qo'limdan kelishini va bu tashkilot aynan Garano mudirini shaxsiy tashkiloti emasligini isbot qilib ishlayman endi. Endi ishlayman, ishimni ko'rsataman. Demak, sizga bo'lgan munosabat sizni ularga bo'lgan munosabatingizni o'zgartirib. Albatta. Balki ular ezyapman, qiynayapman, qochib ketar, yig'lar degan fikrdadir. Unday bo'lmaydi. Men aytdim, Alloh aziz qilganda banda xor qila olmaydi. Kuchimga kuch qo'shildi. Kimligini bildim, kim do'st, kim dushmanligini bildim. Yonimda turganlarni, qancha do'stlarimni yo'qolib qolganini ko'rdim. Qancha men umid qilmagan odamlarni menga umid qilganini ko'rdim. Bu meni nima desam endi? Rag'batlantirdi. Alloh aytgan ekan, bir eshikni yopsam 10 ta eshikni ochaman degan ekan. Keyin yana bir savol. Menejerlik sertifikatini olish hammani yuragiga g'ulg'ula solib qo'ygan edi va oxirgi 1 yil ichida sertifikatni ola olmasa ishdan ketadigan, bu faqat Samarqand emas, butun respublika bo'yicha shunaqa nima deydi, tahlikasi bor edi. Suddan yutdingiz, podkastga chiqdingiz, fikrlaringizni aytdingiz. Qaysidir ma'noda butun respublikaga menejerlik sertifikati asosida yo'qligi sabab ishdan olishga noto'g'ri ekanligini butun nima deydi, andoza sifatida ko'rsatib isbotlab berdingiz. Sertifikatni tiklab ijtimoiy tarmoqda bizni podkastga chiqqandan keyin sizga qanaqa munosabatlar bo'ldi? Endi sizni kimdir tanisdi, kimdir tanimasdi. Albatta. Ko'p viloyatlardan yozishmalar ham bo'ldi, telefonlar ham bo'ldi, haqiqatni gapirdingiz, qo'rqmaysizmi deganlar ham bo'ldi. Opa, ehtiyot bo'ling, endi tekshiruvlar bo'ladi deganlar ham bo'ldi. Haligi
to'g'ri fikr bildirganlar ham bo'ldi, noto'g'ri fikr bildirganlar ham bo'ldi. Lekin o'sha qarang, mana shu sertifikatni ololmaganlar ham olmayman degan niyat yo'q. Masalan, mening maqsadim bor. Nima uchun bu kishi olsa, men olmay qolib ketishim kerak. Men ham olishga harakat qilaman, o'qiyman, izlanaman. Aqli hushim joyida, Xudoga shukr. Bitta katta tashkilotni boshqarib turgan odam nahotki 20 ta test yecha olmaydi. Bu omad. 3 xil taqdirimga nuqta qo'yib qo'yishiga men rozi emasman. O'sha sertifikatni olib kelib, yuzimda yoriq qilaman, Xudo xolasa. Niyatim bor buni. Lekin ko'p endi mana bu kulgili tuyulishi mumkin. Biz o'sha o'tgan yil may oyida bor o'qiganimizda endi hamma viloyatlardan bor. Haligacha o'sha Telegram kanal gruppalarimiz bor. O'sha mudiralar, ularda ham boshqa viloyatlarda ham shunaqangi bo'lib rahmat deganlar ham bo'ldi. Telefonlar ham bo'ldi rahmat deb. Noqonuniy mana shunaqangi bo'shatilib qolgan hattoki direktorlar Qoraqalpoq, Xorazmlardan telefonlar bo'ldi-da. O'zimizda Pazarg'om tumanidan maktab direktorlari bo'shatilgan ekan. Ular telefon qilishdi. Hamma har xil qabul qildi. Kimdir ijobiy, kimdir negativlar ham yozgan bo'ldi. Kampirlar ketsin, zullikka o'xshab yopishib qolgan degan joylar ham bo'ldi. Hay tanqidlar biz to'g'ri qabul qilamiz endi. O'sha yozganlar ham bizni yoshimizga yetib, bizda ishlab yurishlariga ham nasib qilsin ilohim. Elda oldida bo'lib yurish bu juda katta mas'uliyat. Bu juda katta yelkamizga yuk. Endi o'shani ko'tarib yuribmiz. Endi faqat men xohlayman o'sha mana adolat qaror topdi, sudda yutib chiqdik. Bundan keyingi bosimlar pasaysa, o'sha haqiqatlar yuzaga chiqsa, nimaga endi kimlardir chorasi qolib ketaveradi ekan? Nima uchun biz murojaat qilgan odamlarning faoliyati o'rganmaydi? Nima sababdan o'rganmaydi? Nimaga meni arizalarim yo'qolib qoladi? Nima sababdan meni murojaatlarim yo'qolib qoladi? Men talab qilgan narsalar menga yetib kelmaydi. Mana ko'rsin, shahar hokimi kelib ko'rsa ham, o'sha bog'chadagi holatni o'zi ko'rsa ko'tarilib turibdi. Uni men tuhmat qilayotganim yo'q. Yerni kavlasa o'zi qancha metrda turbat turibdi-yu, qanchasi yo'qlim. Shuni aytib shu darajaga keldim men. Mana shu narsani talab qilib shu darajaga keldim. O'zi umuman Garano degan yoki Rayono degan tashkilot kerakmi? Voy, ular bo'lmasa biz zerikib ketamiz. Kim tekshiradi bizani? Bizning podkastimiz ham yopilib ketadi. Yopilib ketadi. Qaysi mavzuni ko'tarib chiqasiz keyin? Samarqand degan kanalda yo'qolamiz. O'zi hozir ular zerikadi-ku. Ularni hozirgi faoliyati faqat tekshirishdan iborat deb o'ylayman. Men biron kishiga kelib amaliy yordam berganini ko'rib, amaliy yordam deb kelgani ham tekshirish bilan kelgan bo'lar. Aslida. 26-yilda 6 oy davomida taxminan nechta tekshiruv keldi va nechtasi jarima qo'lladi? Keldi. Garano ham keldi. Endi Garano dejur endi. Ha, ular propiskada bizada. Mehnat bank. Biz yozdik boshqa mavzuda. Masalan, biz shikoyat arizamda men yozganman. Garanoda faoliyat maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan direktorlarni monitoringi yo'q degan ko'targanman savolni o'shani. Prokuraturaga yozganimda ham monitoring, haqiqatan monitoring. Sudda ham yutib chiqqanimizda asos sababi monitoring yo'qligi. Yillab ishlab malaka oshirishda umuman o'tmaganlar bor, to'g'rimi? 15-20 yillab o'tmaganlar bor. Ana shular monitoringi yo'q desak, shunday aniga mavzu o'zgardida bizlar tekshiruvga o'tib ketdik. Bog'chadagi xodimlarni tekshirish boshlandi. Xodimlarning buyrug'i. Hozir buyruqni men chiqara olmayman-ku axir, uka. Maxsus tashkilotga jo'natamiz, to'g'rimi? Ha, yuridik markazga jo'natamiz. U yerda masalan qo'lida diplom bor yuristlar o'tiribdi. U kishi yozyapti, tavsiya beryapti, men pechat qo'yapman, imzo qo'yapman. Yurist javob berish kerakmi endi? U kishiga men faqat tasdiqlayapman-ku aytganini u kishini. Ha, u siz taxlab bergan buyruq to'g'riligini qonuniy bo'lsa qonuniy deb jo'natadi, bo'lmasa men berim to'g'rilang deydi-da. To'g'ri variantini beradi. Biz uni to'g'ri deymizda, uni buyruqlashtiramiz. Hozir mehnat bandlik kelyapti-da, tekshiryapti-da. Bizga 25-may bilan kecha qarayapman, bu nima ekan? Ana muncha nima turibdi-da, endi hujjat turibdi. Endi xodimlarni masalan shu faoliyat olib borayotgan xodimlar papkasini hammasini olib borib topshirganman men. 6-may kuni olib borib nimaga topshirganman? Mehnat bandlikka. Mehnat bandlik tekshiryapti-da, bizga nisbatan jarima qo'llayapti.
Ha, uni yuridik markazda yuristini maslahati bilan buyruq chiqarayotgan bo'lsak, men yurist emasman-ku. O'sha gapni aytdingizmi? Ularga? Hali ulgurganim yo'q-da. Hali kecha ko'rdim men. Bu masala payti ishdan bo'shab Ishdan bo'shaganman, lekin shu narsa 25-may bilan turibdi ekan, kecha olib qarayapman-da. O baraka topkir, aka, siz o'qigansiz yurist bo'lib, to'g'rimi? Siz tavsiya beryapsiz, men faqat imzo qo'yib pechit qo'yapman. Bo'lmasa o'zim buyruq chiqaravering. Mehnat bandlik jarima qildimi? Keyin undan tashqari SES bor, undan tashqari pojarni bor. Undan tashqari hozir ekologiya bor. Suv tanqisligini hamma biladi, daraxt qurib qoladi. Saraton, issiq bo'ldi. Suvni lishni ishlatsangiz, vodokanal keladi. hammasida jarima bor. Xudoga shukr, bor jarima. Endi rahbarga qo'llasa kamida 10 aklatmi? Nega? 10 aklatdan. Keyin nima qilish kerak o'sha rahbar? Ha, rahbarlarni tadbirkor xo'jayini bor, tadbirkor o'g'illarimiz bor, xudoga shukr. Endi hamisha ulardan ola olmaymiz-ku. Demak, bu tugamaydigan va chuqur o'ylaydigan mavzu va o'ylaymizki, keyingi sonida yaxshi g'alabalar bilan ta'limni hozirgi egalari, hozir ketmoni uchib ta'limni boshqarayotganlarni haqiqiy asl holatni o'rganib, bugun adolat uchun kurashayotgan bog'cha mudiralariga nisbatan o'zini qarashini o'zgartirib va bular aytgan kamchilikni etap-etap, bosqichma-bosqich bartaraf etib, bolalarimizga qarayotgan mudiralar va tarbiyachilarga nisbatan munosabatini yaxshilaydi degan umiddamiz. Yana bir bor sizlar bilan ko'rishganimizdan va suhbatlashganimizdan juda ham xursandmiz. Taklifimizni rad etmasdan kelganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Rahmat. Rahmat.